Xitoy futbol cho'lpini Irfan Hezimjanni atalmış tarbiyalash lageriga nazarband qildi. 15 aprel Türk vaqt xabarida bildirilishicha, Xitoy davlat futbol komandasiga a'zo bo'lib futbol o'ynayotgan Jiangsu Suning futbol komandasining hujumchisi Irfan Hezimning komandadagi ko'rinarli natijasi Xitoyning Uyg'urlarni bostirish siyosatini to'sib qololmagan. Xabarda futbol sohasida ko'rinarli natijalarga erishgan futbolchi Irfan Hezim ushtumtut g'oyib bo'lib ketganligi, Irfan komandaning hujumchisi bo'lg'achqa hamda Xitoy futbol mastonalari ichida kuchli ta'siri bo'lg'achqa uning komandada bo'lmasligi jamiyatda g'ulg'uli paydo qilganligi, bir qism top mastonalarining norozi bo'lishlari sababidan uning Xitoyning Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan atalmış tarbiyalash lagerida ekanligi, Xitoy Irfan Hezimni chet elda musobaqaga qatnashdi degan tuhmat bilan nazarband qilganligi oshkorlandi. Erkin Asiya radiosining bu vaqtdagi xabarida Irfan Hezim Sharqi Turkistonning Cho'chak viloyati Do'rbiljin noyisidan bo'lib, bu yil 19 yoshga kirgan. 15 yoshdan boshlab Xitoyning davlatlik futbol komandasida to'p tepgan. Bu yil qishliq ta'tilda ota-onasini yo'qlash uchun yurtiga qaytib iz-deraksiz g'oyib bo'lgan. Tordagi Irfan Hezim haqidagi ma'lumotlarda Irfan o'tgan yili Jiangsuning Suning komandasi bilan birlikda bu yil 1-oyning 10-kundan 30-kunigacha Ispaniyada, 2-oyning 3-kundan 15-kunigacha Dubayda to'p o'ynagan. U 2-oyning oxiri komandaning qishliq dam olish haftasida ota-onasini yo'qlash uchun yurti Do'rbiljinga borganda Xitoy soqchilari tomonidan sababsiz tutilib, atalmış tarbiyalash lageriga qamalgan. Tahlilchilar Xitoy Irfan Hezimjanning musobaqadagi mahoratini uzoqdan beri ko'zib kelayotgan Italiya Inter Milan komandasining Irfan Hezimni setib olish haqidagi uchurlarni anglab, Uyg'urning xalqaro sahnalarda natija qozonib qilishdan andisha qilganligi hamda xalqaro cho'lpon bo'lib tunilishdan ilgari ujuqtirishni planlab tutqun qilganligini bildirmoqda. Xitoy Yaponiyadan yordam talab qildi. Xitoy doiralari Amerikaga qarshi Yaponiyadan yordam talab qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy bilan Yaponiyaning Amerikaning mudofialanish xarakterli iqtisodiy siyosatlariga qarshi birlikda harakat qilishi lozimligini aytdi. Navbatdagi ko'p taraflik savdo tuzumining muhofazat qilinishi lozimligini eskartib o'tgan Wang Yi Yaponiyadan erkin iqtisod tuzumini qo'llashni talab qildi. Amerika bilan Xitoy orasida savdo urushining muqaddimasi deb qaralayotgan o'zgarishlar Trump hukumatining sirtdan import qilinadigan po'lat temir va alyuminlarga qo'shimcha 25% tamojni baja yo'liga qo'yishi bilan rasmiy boshlandi. Xitoy doiralari Amerikaning bu siyosatiga javob sifatida Amerikadan import qilinadigan 128 xil mahsulotga 15% dan 25% gacha boj qo'yishni qaror qildi. Bu o'zgarishlardan keyin Amerika hukumati Xitoyning Amerika shirkatlarining ilg'or texnikalari bilan aqliy mulklarini o'g'irlab kelayotganligini ilgari surib, Xitoydan import qilinadigan 1300 xil mahsulotga 25% qo'shimcha boj qo'yishni planlayotganligini uqtirdi. Amerika Suriyadan chekinib chiqish shartini o'ttirg'a qo'ydi. 16 aprel Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Nikki Haley Suriyadagi Amerika askarlarini chekindirib chiqishning 3 xil shartini o'ttirg'a qo'ydi. U so'zida Amerikaning Suriyada ximiy qurollarning ishlatilishini to'sadiganligini, Daeshni taltikus yo'q qildiganligini, Iranning rayonga hukmron bo'lib olishining oldini olish qatorliq nishonlarga yetmaguncha Suriyadan chiqib ketmaydiganligini bildirdi. U yana so'zda Amerika hukumatining navbatdagi vaziyat ostida Asad hokimiyati bilan bevosita muzokara o'tkazmaydiganligini, Amerikaning Suriyadagi harbiy kuchi ustida to'xtalib, munularni askartdi. Maqsadimiz Suriyadagi askarlarimizni qaytirib kelishdir. Biroq Suriyada 3 ishni vujudga chiqarmay turib, askarlarimizni chekindirib chiqmaymiz, dedi. Xitoy Sharqi Turkiston xalqini davlat maxfiyatligini saqlash ahdnomasiga qo'l qo'yishga majburladi. 16 aprel Xinhua to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Sharqi Turkistonning joy-joylaridagi tuvanga tushgan atalmış el rayini bilish, elga naf yetkazish, elni moyil qilish xizmat guruhlari bir vaqtda Xitoy kommunist bayrog'ini chiqarish va davlat maxfiyatligini saqlash ahdnomasiga qo'l qo'yish murosimi o'tkazgan. Xabarda Xitoy Sharqi Turkistonning Urumchi shahri Jungtay aholi komiteti Urumchi Buloqtog' rayoni 7-to'qimachilik fabrikasi tavalligini boshqarish komitetining Shiuchuan mahalliy komiteti, shaharlik boj idorasining Shiuchuan mahalliy komiteti,
Urumchi shahar Buloqtog' rayoni Yikanko'l shimoliy yo'li tavalligini boshqarish komitetining Soy mahalla komiteti, Yupug'i noyasi Siyak yezisi, Qashqar viloyati Qog'iliq noyasi To'gichi yezisi Qumbaq kenti, Qaramay shaharlik dehqonchilik, o'rmonchilik, chorvachilik idorasining Qaramay rayoni Shavgay yezi ittifoq yangi kenti qatorliq rayon va mahallalarda bir vaqtda bayroq chiqarish marosimi o'tkazib, xalqni Xitoyning atalmish davlat xavfsizligi qonuni, josuslikqa qarshi turish qonuni va davlat maxfiyatligini saqlash ahdnomasi qatorliqlarga qo'l qo'yishga hamda barliq xalqni atalmish davlat bayrog'i chiqaraman, man Jungo puhrasi deb qasam qilishga majburlagan. Tahlilchilar Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish va irqiy kamsitish siyosatlarining xalqaro jamiyatda pash bo'lishga boshlaganligini, o'zining jinoyatini yushirib qololmagan Xitoy doiralari jinoyatini yushirishning bir xil tadbiri sifatida xalq ommasini safarbar qilib, Xitoyning maxfiyatligini saqlash uchun qasam qildirganligini, Xitoy inson tasavvuridan halqagan bostirishlarini hargiz yushirib qololmaydiganligini bildirmoqda. Amerika Rossiyaga yangi embargo yurgizdigan bo'ldi. 16 aprel Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakili Nikki Haley CBC televiziyasida Amerikaning Rossiyaga yurgizdigan yangi embargo qarorini e'lon qildi. Xabarda televiziya ziyoratini qabul qilgan Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakili Nikki Haley CBC televiziyasining kun tartibidagi masalalar to'g'risidagi savollarga javob berib, Amerika Rossiya munosabatlari ustida to'xtalganda Bashar Asad hokimiyatining ximiyli qurol yasashiga va saqlashiga yordam qilgan shirkatlarga yangi embargo yurgizilganligini, Rossiyaga mo yangi embargolar yurgizilganligini, yangi embargolar bevosita Bashar Asad va ximiyli qurol ishlatishga chetilgan shirkatlarga yurgizilganligini, Rossiyaning Venezuelada Maduro hukumatini Suriyada Bashar Asad hokimiyatini qo'llab va hamkorlashib xato harakat qilganligini, Rossiyaning hech qanday yaxshi do'sti qolmaganligini va yuz berayotgan ishlarning Rossiyaga ziyonli bo'layotganligini bildirdi.